Oltin qadimdan qimmatli hisoblanadi, chunki u odamlar uchun jozibador va miqdori cheklangan. Yer yuzida oltin juda ko'p emas. Albatta, uni yana yer ostidan qazib olish mumkin, lekin vaqt o'tgan sayin oltinni topish va qazib olish tobora qiyinlashib, xarajat ham oshib boradi. Xuddi shu kabi Bitcoin kabi kriptovalyutalarning qiymati ham ikki asosiy omilga bog'liq. Ularning odamlar uchun kerakli bo'lishi va miqdorining cheklanganligi. Bitcoin odamlar uchun jozibador, chunki u banklar yoki PayMe kabi vositalarsiz to'lovlarni amalga oshirish imkonini beradi. Shu sababli ko'plab odamlar Bitcoin orqali to'lovlarni qabul qilishga tayyor. Boshqa kriptovalyutalar, masalan, Litecoin to'lovlarda unchalik keng foydalanilmaydi. Shuning uchun ham ular Bitcoin kabi darajada mashhur yoki jozibador emas. Kriptovalyutalarning yana bir muhim xususiyati ularning miqdori oldindan cheklangan bo'lishida. Masalan, Bitcoin uchun maksimal miqdor 21 million dona qilib belgilangan. Boshqa kriptovalyutalarda esa bu limit turlicha bo'lishi mumkin. Kriptografiya texnologiyasi tranzaksiyalarni himoya qilish va yangi tangalar yaratish uchun ishlatiladi. Yangi tangalar esa murakkab matematik masalalarni yechgan odamlarga mukofot sifatida beriladi. Oddiy qilib aytganda, odamlar kompyuter quvvati va elektr energiyasini sarflab yangi kriptovalyuta tangalarini qo'lga kiritadilar va xuddi oltin qazib olish kabi vaqt o'tgan sayin kripto qazib olish ham tobora murakkablashib boradi. Oson iqtisod kanaliga obuna bo'ling va ushbu videoni do'stlaringizga ham ulashing.